Simentali var bunun ichida Greenford hammasi. 5 alasi Greenford hurmatli obunachilar. Mana sog'. Aka bular nech puldan? 25 dan deyapmiz. 25 dan. Yaqin qilib 23 million so'mdan deyapmiz yana. Yaqin qilib hurmatli obunachilar, yaqin qilib sotish maqsadida 23 milliondan deyishyapti. Kam bu. Hurmatli obunachilar, tarozi ham mana qo'chqocham. Nech puldan baraka bo'ldi aka? Yo'q endi. Qiziqishga? Bu kilo. Qancha keldi aka? 79. 79 kilo kelibdi. Endi savdosi bo'lar ekan hurmatli obunachilar. Mashidan bu yoqqacha. Nech puldan bular? Bir joydan ko'rsatib olayapman. 1 2 oy 16,5 dan kam bor. 2 oy 16,5 dan kam bor. Qolgani 14,5 dan. Qo'yganiga 14,5 dan kam bor ekan hurmatli obunachilar. Qasingiz? Qasinga bo'ldi? Olib chiqib bering. Qasinga bo'ldi aka? Bunga. Nech pul oldi? 21,200 kam bo'lib hurmatli obunachilar. Mana mashina ovosimizga. Mana hurmatli obunachilar, mashina ovosimizga 21,200 kam bo'libdi. Hop, bo'lmasa boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum, Islomjon Uz YouTube kanali obunachilari, Chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Akalar, bugun biz Andijon Izboskan Chuvama mol bozoridamiz akalar. Novvos bozoridamiz xudo xolasa. Bugun syomkani udari moshnisi o'ta ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha bugun bozorda chiroyli qilib yoritib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Faqat sizlardan bitta iltimos akalar. Kanalimga obuna bo'ling akalar, soni juda ham kam. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Tezroq 15 mingtaga yetaylik. 13 mingta bo'ldik. Xudo xolasa 15 mingtaga, keyin 20 mingtaga harakat bo'ladi xudo xolasa. Mana ertalabdan soat 6:00 vaqtimiz 6:29 tashkil etyapti. 6:30 bo'libdi. Ertalabdan dehqonlar kiradi, mana hali savdolarimiz tuzuk urib boshlangan yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilaman. Sizlardan podдержка, bittadan like va kanalimizga obuna bo'lishinglar kerak bo'ladi akalar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar, hurmatli obunachilar. Duosi chiroyli video qilib berishga harakat qilaman, chiroyli yoritib berishga harakat qilaman. Furqat aka nech pul oldi bu? 26 million 100. 26 million 100 bo'ldi aziz obunachilar. Ikkala novosimiz sotilibdi. Bo'ylar qaranglar, bo'ylar. 1 metr plus 1.5. Xudosi chiqar. 1.5 lik novoslar ekan. Ertalabki birinchi savdoni ko'rsatyapman xudo xolasa. Men ko'rganlardan. Mana azabonachilar. Novoslar qaranglar. Nech pul olyapti aka savdosi? 15 million so'rayapti. 15 million so'rayapti. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi novosimiz xudo xolasa. Mana novosimiz. Hop, 15 million so'm so'ralyapti ekan novosimiz. Olamiz. Bo'ylari 1.15, 1.10 dan plus xudo xolasa o'zi kattaroq novos ekan. 1 yashardan o'tgan novos, lekin oyoq qo'llari yerga yaqin hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1.10. 10 plusida chiqsa kerak xudo xolasa. Ana novos. Lekin o'ta uzun narsa ekan. Tezroq sotish kerak. Tezroq so'rasa mansa. Hurmatli obunachilar, mana novosimiz. 14 milliondan boshlandi savdosi ertalabda. Hop, qarab qo'yamiz quloqlariga. O'zimiz Mesning novos ekan. Mesning molimiz mana obunachilar. Bo'ylari shu 1.10 keladi. O'zi uzun, novosimiz o'zi uzun, lekin hurmatli obunachilar, ingichkaroq ekan. Ingichkaroq novos. Messi. Bu qancha narx aytyapsiz bunga? Siz 14 million 200 so'rayapsiz. Siz qancha narx aytyapsiz aka? 18 aytdim. 18. Zo'r. O'ta zo'r narx aytyapsiz. 18 million so'm narx aytilibdi aziz obunachilar. Bir hafta dam olish bo'ldi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa uchastkani boshladik. Uchastkaga harakat boshlab, hali kran tushirish, boshqa ishlar deganda shunaqa ishlar bo'ldi aziz obunachilar. To'g'ri tushunasizlar. Xudo xolasa bu haftadan xudo xolasa sizlarga
mehnatdamiz inshaalloh. Qattiq xizmat qilamiz. Faqat sizlar kanalimizga obuna bo'linglar, layklar bosinglar, fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga motivatsiya bo'ladi. Kanalimizga obunachilar, auditoriyamiz qancha kengaygan sari, do'st videolarimiz ham shuncha ko'p bo'ladi, jonli efirlarimiz ham ko'p bo'ladi. Xo'p, aziz obunachilar, novozlar birma-bir birinchi ko'rsatib olaman. Screenshot qilib olishinglar uchun agar mana ertalab bo'lyapti, to'g'risi videoda ham ertalab yuklashga harakat qilaman aziz obunachilar. Mana novozlarimiz. Birma-bir screenshot qilib, asham tuman orqali belgilab, telefon nomerini qoldiraman akamizni. Yoritib bo'lgandan keyin bemalol telefon qila oladigan bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu novozlar ko'p ekan, shuning uchun optim joyiga keldik mana. 1 2 3 4 5 6 7 kaç turist mana? 8 mana 8-ingiz. 9 10 11 ta ekan-a? 12 tami? 12 ta, bitta kichkina ham bor. Mana azobonachilar. Bularimiz Simentali va buni ichida Greenford hammasi. 5alasi Greenford hurmatli obunachilar. Mana nomasi. 5alasi Greenford. Buyog'i boshlanib ketdi uni beji, xudo xolasa. Shvedlarimiz. Qo'londan ovoz mana. Mayada ham bor ekan mana bitta shved. Turishini qaranglar, yomon chiroyli narsa ekan. Sifati bor ekan mana. Molda sifati bor, o'zi kichkina. Lekin sifat bor molda. Kallalar. Mana kallalar. Tumshulari qora ekan azobonachilar. Orqalari, oldilari bir xilda ekan novosini. O'zachalik. Shuni qaranglar. Voy mashallah. Chiroyli. Aka bularni nech puldan? 25 dan deyapmiz. 25 dan. Yaqin qilib 23 million so'mlar deyapmiz yana. Yaqin qilib hurmatli obunachilar, yaqin qilib sotish maqsadida 23 milliondan deyishyapti. Kami bor. Mana novoslarimiz. 23 dan kami bor. 5 tasi Greenford. Qolganlari mana. Hurmatli obunachilar, telefon nomerlarini hozir qoldiraman. Bo'ylar taxminan. Xo'p. Maronimiz boshlanadi. Buni bo'yi keladi 1 metr 95 90 yoki 1 metr atrofida. Mana 95 ga olinglar o'rtasi hurmatli obunachilar. Bo'yin 95 ga orasida. Bularimiz bo'ylari mana novosimiz. Buni bo'yi ham xudosi keladi. Biri 5 ustidan, biri 10 ga 15 gacha keladigan novoslarimiz bor ekan mana. Oxirdagilar biri 15 keladi, biri 20 kelmaydi. 15 lik novoslarimiz mana. 91lik 480. Hojaka. 17 10 tara. Assalomu alaykum hojaka. Yaxshimisiz? 17 14 nomerlarga qiziqqanlar, ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaradi hurmatli obunachilar. Tezda qiziqishga, narxlar tezda aytishga harakat qilaman. Men boshladim. Akam kelib o'qilishadi. 9 million so'm 50 deyman. 9 million so'm. Men ham so'raveraymi? So'rang. Allah bor baraka deysiz. Bu ya, diyor. Oldim uchovisi, o'zidan chiqqaniga bor baraka. Uchovisi oldim o'zidan chiqqaniga. To'pdan o'qib beraman. Qilolmay qolibman men. Sizga berib yurgan. Hozir bo'ldi mana oldim deyapman-ku. 25 million so'mdan deyapman. Mana. Hurmatli obunachilar, tarozi ham mana. Qo'chqo'cham. Nech puldan baraka bo'ldi aka? Yo'q endi. Qiziqishga? Bu kilosi. Qancha keldi aka? 79. 79 kilo kelibdi. Endi savdosi bo'lar ekan hurmatli obunachilar. 79 bo'libdi. Mana. Qo'chqo'chamiz. Ikkalasi savdo bo'lyapti aka? Eshitding. Hozir shu pul oladi. Mobilan bilan maslahat qildik. Hurmatli obunachilar, mana ikkalasini savdosi. Nech pul beryapsiz aka? 38 million so'm hurmatli obunachilar, ikkala novosimizga, ikkala shvetimizga 38 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Mana, bo'ylari 1.15 plyusda. Ashuni 500 ming berdi. 120 ga yaqin nomi. 120 ham kelarkan mana mashinasi. Savdolari bo'lyapti. Telefon nomerini aytmay qo'yamiz.
agar ko'proq 4 ta yo 5-6 bo'ladigan bo'lsa telefon nomerlar aytishga harakat qilamiz. Dekorlardan bo'lsa albatta telefon nomerlar qoldiramiz. Bu nech pul oldi aka bu? 17 million 400 ming so'm bo'libdi aziz obunachilar. Novvosimiz mana. Bo'ylar Xudo xolasi keladi. 1.10. Mana holat novvosimiz. Uzunroq ekan novvos. Yer yaqin narsa ekan. Tezroq pishadigan. Islomjonimiz. Hech pulga olibdi. 17 million 400 ga. Aziz obunachilar, kalta holatda, mashq holatda pishib qoladi bu novvosimiz. Bu nech pul deyapsiz? 16,5. Hurmatli obunachilar, shvetimiz 16,5 deyapti. Nechta bor aka sizda? 3 olasiz. Bularimiz narxi nech puldan? 17,5, 18,5 bunimiz a? 18,5, 17,5, 16,5 aziz obunachilar. Mana ikkalasi. Shvet monisi. Mana. Xudo shvetlarimiz ikkitasi, bittasi ola ekan mana. Sadosi hali bo'lmadi. 12 bo'ldi, 15. Ikkalasi. 15-15,5 bo'ldi. Telefon nomerlarimiz bormi aka? 88. 348 77 17 hurmatli obunachilar. Shvetga qiziqadiganlar bo'lsa mana Shvetda olib baqib qo'ysanglar bo'laveradi. Messi ekan-a Shvetimizni. Messi ekan, o nargi chekadagi olamiz. Qirg'izistonda novvos ekan obunachilar. Ikkalasi Messi. Mana Shvet paroda. Biz achalamiz mana. Ishqiboz bo'lsa qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar akamizga. Do'st chiroyli qilib savdosini qila oladi. 14 million 300 ming so'm berildi. Nech bor? 14 million 100 ming. 14 million 100 ming so'm. Hurmatli obunachilar, savdosi bo'lyapti ekan mana novvosimiz. Mana. Aziz obunachilar, bo'ylar taxminan keladi 120. Mana novvosimiz. Islomjonimiz. Narxi qancha qo'yishdi o'zi? 18 deyapsiz, kami bor. Telefon nomerlarimiz bormi yo'qmi aka? Telefon nomerimiz bormi? Yo'q aka. Telefon nomerlarimiz yo'q ekan mana hurmatli obunachilar. Mana akalar. Nech pul narx aytyapti, nech pul savdosi bo'lyapti, qiziq qo'ysanglar. Hozirgi bozorda savdosi qanaqa bo'lyapti? Shunga qarab sekin-sekin novvos bo'lib olaverasizlar, uyda bo'lsa sota olasizlar aziz obunachilar. Shvetlar kimdan ekan aka? Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Nechta bu sizda endi? Soniga 4 ta. 1 2 3 4 ta. To'ralasiz. Qirg'iziston novvoslari ekan, to'ralasiz. Yo'qmi, Messimi? Yo'q, Qirg'iziston. Bu ham Qirg'iziston novvosi. Nech puldan bular narxlari? 14,5 dan kami bor. Hammasi 14,5 dan kami bor. Hurmatli obunachilar, men novvosdan ko'rsatib beramiz. 14,5 dan kami bor deyishyapti. Bo'ylar taxminan keladi. 1.5 pilis o'raliga. 1.5 pilisda keladi novvoslarimiz. 1.10 ham kelishi mumkin, monisi. 1.5 o'rtacha aytib hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarimiz bormi? Ayting. 90'lik. 090 35 03 nomerlariga Shvet ishqibozlari aloqaga chiqarasizlar novvoslarga mana. Qirg'iziston novvoslar. Bishkekdiki? Qanchalar bo'ldi? Unisini siz bilmaysiz. Akalar olib tushgan hurmatli obunachilar. Ikkasiman deyapti. Nech puldan berilmayapti? 13,5 dan berilmayotgan novvoslarimiz mana. Savdolari bo'pti, 13,5 dan bo'pti hurmatli obunachilar. Ishqibozlar bo'lsa, ana bu shunday telefon qilib, qiziqib aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Sizlar charchamasizsiz? Sog'lig'ida yaxshimi? Assalomu alaykum. Qancha savdo bo'lyapti aka? Ikkalasiga nech pul bo'lyapti? 31 million 200 ming so'm. Savdosi bo'lyapti. Mana hisoblanchilar. Ashlar 9 tani ham ko'ring-da. Hozir men ko'rsatib beraman. Bular 9 dan oxirigacha? Olagacha. Ha, uni olagacha, tepasi nimasi bor, oqi bor. Do'qolgacha. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. Shoqqa ekan. Tepasi. Mana to'qolimiz-gacha. Umarlar Qirg'iziston novoslari. Quloq teshigi bor, buni ziragi yo'q bo'lgan, buni qo'yganlarda hammasi ziragi bor. Yoki quloq qirqilgan novoslar ekan.
Göç para bitiyemi. Yok. 16'dan kami bor. 16dan qo'yib suvi kam bor. Telefon nomerlarini ayting. 50lik. 950 0656. Nomer ham qimmat işte. Hurmatli obunachilar, ishqi bozori bo'lsa, men novvoslarimizni o'zini ko'rsatdik. Xohlasanglar rasmga olib Telegramdan tashlab beraverasizlar, sira savdosini qila olasizlar akalar. Xudo chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Mana tepadan ham olamiz, pastdan ham olib beramiz obunachilar. Ha. Oytilla, qayerdan qayergacha? Salom. Yaxshimisiz, so'raysiz? Mashidan bu yoqqacha. Necha puldan bular? Bir joydan ko'rsatib olayapman, bir. 2 oy 16,5dan kam bor. 2 oy 16,5dan kam bor. Qolgani 14,5dan. Qolganiga 14,5dan kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Endi qilib turib kichiraytirgan kameralarni ko'rsatib beramiz. O'z holatiga qaytarib qo'yamiz. Savdolar bo'ldimi uka? Yo'q. Savdo sal bo'lgan yo'q. Aziz obunachilar, bozorimiz endi boshlanyapti. Endi terib bo'rildi novvoslar hammasi. Bozorda savdolar endi boshlandi, xudo xohlasa. Telefon nomerlar. Pasha ko'rib turibmiz hozir. Hozir pasha qilib turibmiz. Xo'p, telefon nomerlar. 90lik. 170 1448. 170 470 170. Ha, 170 1448. Nomerlarga aloqa chiqarasizlar ekan, hurmatli obunachilar. Hozircha pasha ko'rib turibmiz deyapman. Mana novvoslar. Hurmatli obunachilar. Islomjonov. Islomjon. Aziz obunachilar, bo'ylar taxminan 10 15 ekan-a bo'ylari. 10 15 ta novvoslar, shvedlarimiz, qoralar, mana kulrangimiz ham mana. Mana. Olindimi? Savdolarga. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar shu bozor olsa telefon qilinglar. Novvoslarimiz yani. Telefon nomerlar qo'yib qo'ydik xudo xohlasa. Qasingiz bo'ldi? Olib chiqib bering. Qasingiz bo'ldi aka? Bunga necha pul oldi? 21-200 kam bo'lib turibdi obunachilar. Mana mana shu novvosimizga. Mana hurmatli obunachilar, mana shu novvosimizga 21 ga 200 kam bo'libdi. Barakasi bo'libdi. Aka. Gapini olaymi, olyapman. Siz ham olaymi bo'pti? Qasingiz savdo bo'lyapti aka? Monga. Shvedkami? Ha, bunisiga. Necha pul olyapti? Endi nima demang, bu 300 ming kam bo'lyapti. 23 million 200 ming so'm bo'layotgan hurmatli obunachilar. Kamjonga bermaysizmi-ki? Biror molni o'zim molim ko'rsatmadim, najoratga olaymiz. Novvosizlar aka, qancha narx aytyapsiz o'zi? Bering men. 24 dedingiz a? O't beramiz dedim. Yarimga oling, baylab oling dedim. Ma'qul kelsa. Aka 23,5 ga baylab oling debdi aziz obunachilar. Men dallolmasman. Sendan ham yuz o'ltirmaydi, sen ham o'ltirmaydi. Tanish ekansan. Uruni. aka 100 ga hech narsa qilmaydi. 100 ming so'm o't beraman. Qani gapini olsangiz, qani gapini olsangiz, ma'qul kelsa. Baraka, 100 ming so'm bilan qimmat bo'lib qolmaydi. Mana aziz obunachilar. qarang. 23 to'rt oldi. Zo'r bo'ldi. Aziz obunachilar 24 million. 23 million 400 ming so'm. Men javob. Yemasa ichmasa 23 million 400 ming so'm. Mana bu. hamma novvosga javob. Uchun molla yaxshilik uchun mashlar ko'ring dedim-da-ki. Bo'lmasa qaraydi, dumba soladigan. Dumba soladi. Nechta qoldi Usanbek? Bitta ol qoldirasiz keladi. Aziz obunachilar, shvetimiz qaraylar. Momor yaxmaydi-da, momor. Mohor. Mana novvosimiz. Hurmatli obunachilar. Mana boqmaymiz. Boqadigan akalar. Do'st shaydigan o'ta ham joy kelib qolgan novvosimiz. Joy kelib qolgan novvoslar. Shig'adigan payt kelib qolgan hurmatli obunachilar. Qaysingiz savdo bo'lyapti aka? Qaysingiz so'rayapsiz? Ikkalasiz. Nech pul? 45 million so'rayapti ekan, hurmatli obunachilar. 45 million so'm. Savdosi bo'lyapti ekan.
Necha puldan narxaysiz? Murzambek. Qancha narxaydi? 27 dan. Mana ham shunaqami? 3-da ham shunaqami narxi? 25 kam. Buni 25 kam bo'lyapti. Mana hazırlar. Bu ham 27 ekan. 27 dan kam bor deyapti. Uchalasi. 45 million so'm ikkalasi savdo bo'lyapti. Bunisi savdosi bo'lmadi hali. Ishqibozlariga telefon nomerlarimiz 33lik 103 47 47 nomerlariga boqma bu qiziqqan aka-ukalarimizga mana bular 125 130 lik bo'lsa akalar. Bunimiz 125, nagilarimiz bittasi mana mashinasi 120 dan boshlansa 123 dan balat ekan azobunachilar. 123 dan balat. Molamiz 125 dan balat xudosi chiqadi. 130 mo ham 130 chiqib qolishi mumkin. Balatda turishgani ham hisobi bor, azobunachilar. Ko'z allab qo'yishi ham mumkin. 5 sm iyog'i bu yoq, to'g'ri tushunasizlar. Kilo nomerlarni aytdim, boqma bu so'ragan, polvonni so'ragan aka-ukalarimiz sraz telefon qilinglar. Islomjon o'zi YouTube kanalidan telefon qilyapman. Hayron qilib berasiz ekan deylar, xudo chiroyli qilib hayron qilib berishadi. Olindimi aka bu? Xo'sh. Hech pul olib ketdi. Xo'sh, Shagit aka. Aka olindimi bu? Sotiladi. Mana navoz. Tushunganman, vahima qilishyapti. Ozgina. Necha puldan so'rayapsiz? 18 million 200 ming so'm bo'layotgan 18,5 ming oling deyapti, hurmat obunachi. 300 ming so'm o'rtada savdo bo'ladi. Bo'lar 120. Belizda. Mana obunachi bo'lar. 120 belizda bo'lsa keladi. Bunun narxi necha pul? Laston aka bunimizdan. Yo bunga 17,5 million beryapti. 17,5 million beryapti. 17,5 million so'm beryapti, hurmatli obunachilar. Shohdorimiz ham mana. Xohlasangiz-chi, bunday xohlasiz. Nechta uka senda? Bitta. Bular kimdan bular bilmaysan? Husanbek kimmi ya? Bu necha pul bu? 19 ozgina kam. 19 million so'm ozgina kam bor deyapti azizlar. Mana navoz. Shuni qaranglar. 19 million so'm ozgina kam bor deyapti. Savdosi bo'lmadimi hali? Savdosi bo'lgan yo'q. Kilo nomerda ayt bunga? 99 lik. 230 89 99 a? Mana mashina ovozimiz bo'lyapti savdosi. Nimasi? Kilo nomerlar mana shu nomer aytildi, azobunachilar. Ishqibozlar bo'lsa telefon qilinglar. Meniki emasmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Aka qaysilarga? Sizdan ikkalasimi? Ha, bitta o'zi. Necha pul bu? 21 million. 21 million kam bor. Savdosi bo'ldimi? 18 million so'm savdosi bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Mana navosimiz. Bular 125 plusida. Xudo xolasa. Kilo nomerni ayting. 33 lik 225 17 17. 225 17 17 33 lik, hurmatli obunachilar. Mana navosimiz. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Bozorim shunaqa qizg'in bo'lib turibdi. Qizg'in bo'lyapti. Yo'ryapti. Bozor savdosida o'tar bo'lyapti. Qoraga so'rayapsizmi? Necha pul? 1 kam 12 beryapti. 2 kam? 1 kam 12. Azobunachilar 1 kam 12 bo'lyapti. Mana savdosi. Akam savdo qilyapti. Bo'lari keladi dosi 1.5. Mana namoqsiz. Har qanaqasiga ko'rsatib beraman. Bering mashin bilan bir-birini yetalab ketsin deyapman aka. To'g'ri. Jali arzon so'rab. Yaxshi bo'lyapti. 1 kam 12. Beravering aka,
arzon so'rab turibman. Dadil yuring. 12 ning ustida deyapsiz siz? 12 ning usti 13. 12 ning ustida. 12 ning ustida deyishyapti azamatchilar. Suyuring deyapti akamiz. Qorasiga mana sotildi 11 ga baş akamizga. Buni sotildi? Bunisi 11 ga. 11 oldu. Azamatchilar 11 million so'm bo'ldi. Mana. Ular qonyapti. 100 ming bera. Boyga. Qaysinga savdo bo'ladi? Mana bunisi 12 ga baraka. 12 ga baraka turmadi obunachilar. Xo'sh, tag'am bor. 12 millionga yana mashina so'raydi. Hozir innovatsiya bilan solishtirib ko'rasizlar mana. Yo'q, bu balaqa ishonmang. Mana mashina. Qaysin so'rayapsiz aka mana? Nech pul? 11 million. 11 million so'm so'rashar ekan asosan. Mana Shvedamiz. Mana Shvedamiz. 11,5 oling deyapti. Mana hisobga chiqsin. Xo'p, mana bundan Shvedimiz asosan, mana Shvedlarimiz. Qizil ekanimiz. O'zbekistonniki ekan bu? Emblem o'zbekniki o'xshaydi. O'zbekistonning emblemasi o'xshayapti. Qolganlar Qirg'izistonniki. Bu ham Qirg'izistonniki ekan, mana Shvedlarimiz azonachilar. 1 so'm nima endi? Bo'lari yo'si 1 metr pilosta chiqadi. Nomuslar. Umr million so'mga berilmayapti azobunachilar. Naqlan hech puldan farqi bo'lardi. Samacha, o'z bor ekansiz. Naqlan hech puldan ko'p. Bular bilmaysizmi? Narigachi, nariga. 13 dan kam bor. Qo'y suyuq hech puldan farqi bo'ladi. Qo'y suyuq 12,5 dan. Katta kichik aralashganiga 12,5 dan. Qo'y suyug'iga, donalabiga 13 million, 13,5 million so'mdan narx aytilyapti azobunachilar. Savdosi mana shuniki 11 million so'm bo'lyapti. 11,5 ga oling deyapti. Telefon nomeri necha edi? 77lik. 383 81 nomerlarga aloqaga chiqarsizlar. Mashinamiz 1 metr, qolgani 1.5 ning navosini azobunachilar. Azobunachilar 11,5 ga olishdi akalarimiz. Mana navozimiz. Qirg'iziston navozi. Kalla qaraydi. Nima kanali? Islomjonimiz. Paxta beradigan bola bor ekan. Zo'r bo'ldi aka. Zo'r bo'ldi, Xudo xolasa. Odam savdosiga qarshimiz biz. Nech puldan aytyapsizlar aka? Assalomu alaykum. 5 million deyapti, aka, charchasin. Azobunachilar 35 million so'm narx aytilayotgan ovozimiz. Mana qaranglar, voy mashallah. Chiroyli narsa. 29 million berishyapti. 29 million so'm berishyapti. Necha kilo keladi aka taxminan? 3 ga ko'rmadinglar? Yo'q, 3 ga ko'rmadi aka. 5 kilo tepasi. 5 kilo tepasi. 520-530 kilo keladi azobunachilar ovozimiz. Bo'lari 125 birisida. Islomjonimiz, telefon nomerlari bormi? Ayting aka. 93lik. 966 966 0507. 0507 hurmatli obunachilar. Ishqibozlariga Yana bor aka. yana bor ekan azobunachilar. Mana. Shuni qaranglar. Chiroyli semiribdi. Bundan ham semizi bor, a? Bundan ham semizi bor ekan. Qosob akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqishi mumkin, a? Go'shtlarning narxlari nech pul bo'lyapti aka? So'yib olishlari? Sizlar bilmaysizlar, a?
Dehqon. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana qanaqalardan bor ekan. Ishqibozlar bo'lsa telefon qilinglar. Qosob akalarimiz ham ko'rayotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bundan ham semizlari bor ekan, hurmatli obunachilar. Bundan ham polvonlari bor deyapti. Dehqon ekan mana akalarimiz. Mahmud buqamiz. Pishib qo'ygan, xudo xolasa. Qaysingiz savdo bo'lyapti? Monga. Nech pul? 22 million so'm, hurmatli obunachilar. Mana mashinamiz 22 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Voy gigantimiz qaranglar, gigantimiz. Mana gigantdan bitta chiqibdi. Yurishlar sigir yoshab ketadi. Bundan ham bilmadinglarmi? Bu ham 22 kerak. Bunga ham 22 kerak. 22 million so'm bunga ham savdosi bo'layotgan obunachilar. Mana. Bo'lar qanaqa kelajim bo'lar. Bo'lar 160 tepasi bo'lsa kerak, 165. Prema ketyaptimi hozir? Yo'q, prema efir emas. Syomga bo'lyapti, xudo xolasa. Prema efirga ham chiqib qolamiz inshaalloh. Savdolar bo'lyapti. Islomjonov. Zabonachilar savdolarni qizib qoldi. 22 berilmayapti. Taroziga chiqib ketyapti, olasiz. Ola, nimaniki? Doston akamiki. Mol bo'sh Doston aka. Qani o'zi? Ukasi. Xo'p. 385 386. 386 ku. Novosimiz 386 kilo chiqdi, hurmatli obunachilar. Ortiqali aytib qo'ying. Kimga? Puli nech bo'ldi? Hozirda beradi. Yo'q, pul bo'lgan hali aka. Endi. 5 kilo chiqdi aka? 386. 386. Xo'sh. Mana mashinamiz. 70 ga ham. 21,5 ga ziyon qiladi. Qaysi aka? Qaysi biri? Mana savdo qilyapti. 21,5 mi? 21,5 so'rab dedi azobunachilar. Ziyon qiladi deyapti. Oshna 21,5 ga ziyon qiladi. 100 ming yukladim. 100 mingga bega kelyapti mol. 200 ming. Aka qancha oling deyapsiz? 25 million. 22 kilo tepasi. 25 million. 25 million. Ozgina kam bor deyapti. Mana azobunachilar. 22 ni ustiga yuring deyapti ekan. Ha? Islomjon o'zi yutgan aka. 21,5 ga bersangiz oldim. 21,5 ga ziyon joyi. Bering aka, bersangiz oldim. 21,5 ga ziyon. Aka bu. May. Bo'sh joyga-da. Ziyon demang aka, bering. Birda unday, birda bunday. Aka mana 21,5 millionga chiqdi-ku Jon aka. Qaysin aka? Soting aytganda Aka qaysin? Ziyon bo'ladi. Hoji akam bozorga har zamonda chiqar akam bo'ladi. Men sotaman mol. Yo'q, odam bilan savdo qilyapti. Ha. bering. Qo'shilsanmisiz? Bersangiz oldim aka. 21,5 tanga qo'shmayman aka, bersangiz oldim. Ziyon qiladi. Bersangiz oldim aka. Shunaqa gaplar. Aziz obunachilar, xudo xolisa qo'ldan kelgancha yoritishga harakat qildik. Novoslar narxlarni nech pul bo'lyapti, savdolar nech pul bo'lyapti. Aytib berishga harakat qildik. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib ketdik. Hurmatli obunachilar, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Iltimoslardan obuna bo'lib qo'yinglar. 15 mingtaga yetaylik, o'ta ham tezlik bilan. Agar shu bugun misol ikkita video chiqaraman, 3ta video chiqaraman, shu ikkita videodan bo'lsa ham misol 2000 ta odam qo'shilsin, azobunachilar, sizlarni hissanglar qo'shinglar, bittadan like bosinglar, 1000 tadan oshib shu videomizga like yig'iladigan bo'lsa, xudo xolisa 1000 ta obunachi avtomatik keladi, xudo xolisa. Kanalimizga obuna bo'lmasdan 72% odam ko'ryapti ekan. 26%, 28% odam bizni podpiska bilan ko'ryapti ekan. 72% podpiska bo'lmasdan ko'ryapti. Shuning uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Islomjonimiz bo'ldi. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar azobunachilar.